Xo'sh, Mashinuri islom dinini xitoychilashtirish siyosatini qayta ta'kidladi. Numussiz Mashinuri. Her daim hayran qaldıq mı? Yo'q. Albatta bu tajovuzchi numussizlar o'zining vazifasini ado qildi albatta. Bunun o'xshash bütün inson o'ylab, shaytonmi o'ylayolmaydigan har xil pastkashlikni, numussizlikni kunda o'ylab chiqish kerak hamda. Bu dunyoda bu vazifasini ado qilmasa olmaydi. Biz onunğa qarata ish qilamiz albatta. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Partiya Komitetining sekretari Mashinuri numussizlarcha bu xalqdan hatta ro'znimi tutqul qo'ymagan numussiz tajovuzchilar e'tiqos qilganda atalmış İslam Dini instituti bilan islom jamiyatini ziyorat qilishi diqqat qo'zg'aydigan bir masala. Qarab boqaylik. Yana ham xalqaroni aldash, xuddi bu yerda qaranglar. Biz diniy tarbiyani shu Uyg'ur xalqiga imomlarni yetishtiryapmiz. Menda erkin bo'lamidi deb hem ta'tir tashviqot uchun ishlatadi. Hem numussizlarcha, yani bu Uyg'ur xalqini yani qarab turib, ko'zining ichiga qarab turib, Uyg'ur xalqiga nima qilganlik bu amaliyotda? Yani masxira qilganlikda hamda. Dinimizga aloqador hech bir narsaga ruxsat qilmagan bir tajovuzchi numussizning yetqa yaqin bularni ziyorat qilishi, xalqning ko'ziga qarab turib Uyg'ur xalqining masxira qilganlikdan bir narsa, boshqa narsa emas bu. Tanrıtaq to'g'rida berildi bu xabar. Mashinuri tekshirish jarayonida islom diniga qarshi terror siyosatini ta'kidlab, yana o'xshash qarab boqaylik. Müşani ziyorat qildim yana dinni xitoychilashtirish yo'nalishida qat'iy tavranmay chong turib, Xinjiangda islom dinini sotsializm jamiyatiga uyg'unlashga faol yetaklash kerak. Idiy va siyosiy yetakchilikni kuchaytirib, diniy zotlar va diniy e'tiqod qilgan ommani sotsialistik yadroli qimmat qarashini yetildirib, amalda ko'rsatib vatanni, Junxo millatini, Junxo madaniyatini, Xitoy Kompartiyasini sotsializmni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirib, Junxo millati o'rtaq gavdasini mustahkamlashga yetaklash kerak. Hey, numussiz Xitoylar. Bularni qilgan inson amaliyotda o islom doirasidan chiqib ketgan bo'ldi yani. Sen bunu numussizlarcha atalmış ma'noga o'xshash Xitoyga setilgan mal'ullarning yuzi deyalaydi. Mal'ullarmi? Shunda raqib Timurniyozga o'xshash bir inson chiqib, yani numussiz, men agarda sen degan bu narsaning birini qilsam, men islomdan iborat bir kiyimni sevitib, men do'ppamni yoki soqolimni qirib tashlab o'tib, sana o'xshash necha bo'lishim kerak deyilish kerakdi. Bularning har qanday birini qilgan inson amaliyotda o'zini islomga tava deyolmaydi. Mushundoq darajada normal odatdagi xalq emas, diniga vakillik qilib atalmış qo'yib qo'ygan qo'rchoq diniy zotlarmi, mushmal ullarmi hijib turdi qarab qana chiroyiga. Shu malullarning hammasi dunyo va oxiratda hisob emasmi? Albatta hisob berdi bular. Ajoyib berdi ham bagandim. Qarab qo'ying. Normal diniy saviyasi bor inson bularni agarda e'tirof qilib, bularni deb qolsa, islom doirasida tura olishi mumkinmi yani? Mashinuri yana xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun qoldirib qo'yilgan atalmış Xinjiang islom diniy jamiyatini ziyorat qilib, bu yerdagi qo'rchoq amaldor bilan ko'rishganda nima deydi? Diniy e'tiqod qilgan ammoga partiyaning din siyosiy qonun nizom tashviq tarbiyasini yana kuchaytirish kerak deb har doim quruq safsatlarni bu yerda jar soldi. Demak, ham irqiy qirg'inchilik xalqimiz bu nejislarninki bütün bostirishlarni boshdan kechirib ve numussizlarcha eng madaniyatsiz maxluqlar Uyg'ur xalqiga madaniyat o'gitimiz, madaniyat bilan oziqlantiramiz degan safsatini setyapti. Mushundaq butunlay ham Uyg'urlar, ham bu yerdagi qozoq, qirg'iz, boshqa xalqlar mushundaq dafsanda qilinib izilyapti dunyo sukutda. U yerdan chiqayotgan ovozi nihoyatda ojiz. Islom dunyosi bo'lsa uyquda g'arq, uyqusiga g'arq bo'lib ketgan holatda. Mushu tajovuzchilarning, mushu numussizlarning mushu gapini bir qatim tarjima qildirib, hatta tarjima qilganlar bor, biz qilyapmiz arabcha, har xil tillarda beryapmiz. To'xtabdi ma musulmonlar, ya ma maxluq, ma tajovuzga tilga olgan bu so'zlarni bir musulmonning ig'izga elishi mumkinmi deb bir ovoz chiqardigan ya yo'q. Demak, bu shaklda hammasi bularning hammasi isbot qilib saqlanib albatta. Buning har birisi ham dunyo ham oxiratda ularning ziyniga, sukut turg'uvchilarning ziyniga
bo'ladiganligida shak yo'q.